appenditsitis og'ir o'tganmi? Kesirvadan ham battar og'rigan. Kesirvadan ham battar. Kesirva choklaringiz necha marta kesirva bo'ldingiz? Ikki marta kesirva bo'ldingiz. Hozir bizada mana shundoq ham terini ustidan ham ko'rinib turibdi. Kolloidniy chandiq bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana bu chandiqlar. Ichkaridan ham ekstremniy holatda bo'lganlar og'ir o'tganliklari hisobiga ichaklarda spaychniy protsesslar paydo bo'lgan spaykalar. O'sha spaykalarning hisobiga qorin kattalashgan sari chandiqli jarayon hisobiga og'riqlar kuchayadi. O'sha og'rig'ingiz hozir shuni hisobiga kuchayyapti. Hozir mana sheyka servikometriya qildik. Sheykada unaqa xavfli narsalar yo'q. Endi egizak tug'ganlar varikozlari bor. U ham ma'lum darajada og'riq, lekin bular ko'rsatayotgan joy, mana bosayotgan joyimiz og'riqliligi, buni asosiy sababi chandiqli jarayonning hisobiga bo'lyapti. Chunki qorin bo'shlig'ida bir necha marta operatsiya o'tkazganlar. Shu hisobiga og'riq bo'lyapti.